Yangihayot tumanida joylashgan Toshshahar Trans xizmat aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 12 avtobus saroyi filialida yong'indan ogohlik umummilliy kompaniyasi oyligi doirasida hamkorlikdagi profilaktik tadbir o'tkazildi. Mazkur tadbir Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi, Yangihayot tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi harbiy xizmatchilari va kursantlar, Toshshahar Trans xizmat aksiyadorlik jamiyati mas'ullari hamda 12 avtobus saroyi filiallari xodimlari hamkorligida tashkil etildi. Profilaktik tadbirda tuman tibbiyot birlashmasi, hudud gaz ta'minoti xizmati, tuman elektr tarmoqlari korxonasi, avariya qutqaruv xizmati xodimlari, ommaviy axborot vositalari vakillari va keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbir doirasida yonib o'chirish amaliy taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib, unda Mercedes-Benz rusumli avtobusda shartli ravishda yong'in chiqishi holatida harakatlar amaldan bajarildi. Ishtirokchilarga favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish, yong'in o'chirish texnik vositalaridan foydalanish, avtobus ichida qolib ketgan fuqarolarni evakuatsiya qilish, shuningdek jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Mashg'ulot davomida maxsus yong'in qutqaruv texnika va asbob anjomlar namoyishi ham tashkil etildi. Tadbirda akademiya kursantlari ham faol ishtirok etib, fuqarolarni qutqarish jarayonlarida amaliy harakatlarni bajarish orqali o'zlarining nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalariga ega bo'ldilar. Yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi. Ushbu hamkorlikdagi profilaktik tadbir yong'in xavfsizligi madaniyatini oshirish, jamoat transporti xodimlarini favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga o'rgatish hamda aholining xabardorligini yuksaltirishga xizmat qildi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish har bir fuqaroning nafaqat o'zi, balki yaqinlarini hayoti va mol-mulkini asrashdagi eng muhim omildir.